Bir xiyonat voqeasi haqida aytib bermoqchiman. Bir insonni yaxshi ko'rardim va xiyonatga uchradim. Baqirdim, chaqirdim, to'polon qildim. U esa sen kimsan menga xo'jayinchilik qiladigan, kimsan meni nazorat qiladigan deb mendan ustun keldi. Shu tariqa uning katta xatosi meni kichkina yanglishim orqasida qolib ketdi. Yarashdik. Vaqt o'tdi va yana xiyonatga uchradim. Bu safar ham baqirdim, chaqirdim, to'polon qildim. Nega degan savolni berdim. Ajraldim. Vaqt o'tib sog'indim va yarashib oldim. Oradan vaqt o'tdi va 3-marta ham xiyonatga uchradim. Bu safar xiyonatga uchraganimda hech narsa demadim. Shunchaki kulib qo'ydim va uni hayotidan chiqib ketdim. Eng qizig'i aynan shu vaziyatda u o'zini oqlashga urindi, harakat qildi, uzr so'radi, ko'rishmoqchi bo'ldi, munosabatlarni tiklamoqchi bo'ldi. Undan ham qizig'i esa aynan shu vaziyatda uni tark etish menga ancha oson bo'ldi. Shunda tushundimki, biz ba'zi insonlarni yaxshi ko'rganimiz uchun emas, ular bizga nohaqlik qilgani va buni tan olmaganligini qabul qila olmaganligimiz uchun ularni hayotida qolaverar ekanmiz.